Jonazar Bo'riyev Surxondaryo Termiz tumanidan O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayevning so'nggi bekat asari 1976-yilda chop etiladi. Romanda yozilishicha, adabiyotimizdagi eng mashhur romanni Surxon ziyolilari orasida mashhur bo'lib ketgani, buning ustiga yosh romantik yigitlar xuddi asar qahramoni kabi bir ishga qo'l ura boshlagani shu asarda yozilgan. Faqat savol, asar nomini topasiz va surxonlik yigitlar qanday ishga qo'l ura boshlashganini ham aytasiz. Vaqt yetdi. Kunlar bo'lsa bir-biri bilan urushdi. Mo'ylov qo'yishmasmi? Mo'ylov qo'yishmasmi? Mo'ylov, yaxshi. Otabek yoki Mehrobjon Chayonda ham romantika tushyapti, romantika tushyapti. Anvarga o'sha romantika ko'proq ba'zi Mehrob. Otabek bilan Xomut urushadi-yu. O'tgan kunlarmi? She'r yozishmaganmi? Soqol olish boshlagan, soqol bilan Vaqt tugadi. Orif Tolipov javob beradi. Orif Tolipov. Asar nomi O'tgan kunlar va surxonlik yigitlar mo'ylov qo'yishga qo'l ura boshlashgan. Ommaviy ravishda ham ko'pchilik. Yo, romantikaga mo'ylovning nima aloqasi bor? Asar bosh qahramondan kelib chiqib. Romantik ish bo'lish kerak. Bu sevgi, Xat yoza boshlash. narsalar bo'lish kerak-da. Sizlar esa boshqa ko'chaga kirib ketyapsizlar. Qabul qildik va to'g'ri javobga o'tamiz. Asar nomini to'g'ri aytdingiz. Bu O'tgan kunlar. O'zbek adabiyotining eng durdona asari. Roman bosh qahramoniga o'xshab surxonlik yigitlar Kumishni yurtiga borib, Marg'ilondan uylanishni boshlashgan. Eng yaxshi savolni esa bizga Akmaljon Mamatov, Agrobank vakili tanlab beradilar. Men o'ylayman, eng qiziqarli yoqqan savol deb Surxondaryo Termiz shahridan Jonazar Bo'riyevni Marg'ilondan uylanish bo'yicha savol jo'natilgan. Jonazar Bo'riyev Termizlik muxlisimizni tabriklaymiz. Sizga 10 million so'm taqdim etiladi.